Matematikadan milliy sertifikat J 1 plus ildizosi 13 taqsim 6 ning qiymatini topib so'ralgan. Endi kvadratga oshiraman ikki tomonni. Mana bundan x chiqarib yuborsam, biz o'rniga olib qo'yadigan bo'lsa vaqt yetkazamiz. Shuning uchun qanday amal qilamiz? Assalomu alaykum aziz muxlislar. Matematikadan milliy sertifikat saralangan misol va masalalarni tahlil qilishda davom etamiz. 5-misolimiz quyidagicha Jx funksiya berilgan mana. 3x kub minus x kvadrat minus x plus 4 j 1 plus ildizosi 13 taqsim 6 ning qiymatini topib so'ralgan. Agar o'rniga olib qo'yadigan bo'lsak, bunga o'xshagan misollar ko'p uchrayapti, shuning uchun bu foydalanyapmiz. O'rniga olib qo'yadigan bo'lsa, vaqt yetkazamiz. Shuning uchun qanday amal tutamiz? Mana buni x mana, x ning qiymati. Tenglashtiraman x ga. 1 plus ildizosi 13 taqsim 6 ni x ga tenglashtiraman. Bundan ko'paytirib yuboraman. 6x teng ildizosi 13 plus 1. Mana. Endi 6x yoniga 1 o'tkazaman. Ildizosi 13 shu yerda qoldiraman. Endi kvadratga oshiraman ikki tomonni. Bu holda 36x kvadrat minus 12x plus 1 teng 13 bo'ldi. Mana ikki tomonni kvadratga oshirdim. Kvadratga oshirdik. U holda mana bu tomonga o'tkazaman. 36x kvadrat minus 12x minus 12 teng 0. 12 ga bo'lib yuboraman. U holda 3x kvadrat minus x minus 1 teng 0 bo'ladi. Endi misol berilishiga e'tibor beringlar mana. Demak, mana bundan x ni chiqarib yuborsam, bu holda 3x kvadrat minus x minus 1 plus 4 bo'ladi. E'tibor beringlar mana. Mana qavs ichi nimaga teng bo'lyapti? X ko'paytirilgan 0 plus 4 teng natija 4 ga teng bo'ladi. Demak, mana shu x o'rnidagi qiymat bo'lyapti bu yerda mana. X mana shunga teng bo'lyapti. X o'rniga shu narsani olib borib qo'yadigan bo'lsak, natija 4 ga teng bo'lar ekan.